Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum hürmetli görürmenler. Qalbdan qalbga namlıq programımızın 15. sanını görüşünü qarşı alamiz. Ben Abdullah Yalğun. Qadirlik aziz görürmenlerimiz, mana haş-paş tügüçe Ramazanның 20'ga kep olturuptuk. Her günü ibtadan burun bir temada farklı ustazlar bilen şundaq güzel derslerini, malumatlarga ega buluvatımız. Allah subhanahu wa ta'ala sözlengen derslerge layıqıda, bu derslerini layıqıda düşünüp, şununla göre amel kılış, nimetini ata kılışını tüvencik bilen sorayımız. Bugünkü temimiz tünügün biz ilanımızda belgendek, qeyrindaşlığımız yokulu atamdı mavzusu paranlaşıqallıqımız dedik. Elbette bu temini, mavzunu köygen her bir kişi biraz oyulunduğun, oyğusaldığın bir mesele. Dinimiz İslam, Müslümanlar o'ttirsidagi qeyrindaşlıqның qanchalik muhim ekanligini mayli Rasulümüzün tarihi qarayli, İslamdaki qeyrindaşlıqның fazilatiga qarayli, o'nlagan ya da mayli Qur'ondagi oyatlar, Rasulümüzün hadisi bunu uchuq tushuntirib turdi. Bu qeyrindaşlık, mehr muhabbet, bu dostluq, qeyrindaşlıqның mukafati, ecri fakat dünyadaki işlerimizden yürüyüşçülerim emez. Belki ahirette mi insanlar şu terge çömgen, hesabını qandaq beramen dep, bütün dert hiyali şunun bilen qağanda Allah erişinin sayıtıdığın 7 türlük insanın içindeki bir tür dünyada Allah üçün yaxşı görüşken, Allah üçün dostlaşkan bir bilen fakat Allah'ın rızalığı için dostlaşkan hakiki dost buraderlar ikenligini deydi hamdi. Resulümüz muhacirlarni Mekke'den Medine'ye gelip devletini kurgandan keyin tunji qetim qilgan ishi bir-birisini qeyrindaş qilish. O qeyrindaşlıqninki ko'rinishleri bir-birisiga qilgan muomala inson bugungi kunda ishonmay qoladigan darajada bunda tushundirdi hamdi. Lekin afsuski bu so'zlar baribag'an siri hamma narsa manfaatning ustiga qurilgan. Manfaat kelmadimi o'zining qarindishi, yaqin do'stim deb yillarcha birga yurgan saptishini sotadigan ishlar men musulmon degan insonlarning orasidan ko'rilib turganligidan iborat bir fojiani ko'rayotganligimiz uchun shunga qarindoshligimiz yo'qolib atamdi degan temani paranglashaylik deb huzuringizda o'tiribdik. Bugungi programmamizning aziz mehmoni Şarkı Türkistan Ölümalar Birligi a'zosi ustoz Qasimjon Damovlarni taklif qildik. Qimmatli vaqtdan chiqarib qadam tashrif qilganlar uchun ko'p rahmat aytamiz. Allah razı olsun. Sizlerden bu şəraitni yaratıb berganliginizlar üçün Allah subhanahu wa taala qilgan barliq ishlaringizni qabul qilsin. Amin. Barkat ata qilsin. Rahmet. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Qadrli ko'ruvchilarimiz, programmamiz YouTube va Facebook kanallarimiz orqali tarqatilib o'tadi. Ekran oldida chiqib turayotgan numarimiz shunaqla ijtimoiy uchur vositalaridagi aloqa vositalarimiz orqali programmamizga aloqador har qanday fikr taklif bo'lsa, berishinglarni, savollaringlar bo'lsa, so'rashinglarni umid qilamiz. Shunaqla ko'plagan qarindoshlarimizning foydalanishi uchun ham baharlab qo'yishni ham unutmaysizlar. Ustoz, unda bevosita programmamizga kirib ketsak, oldi bilan bu temani yuritish uchun islom ko'zda tutgan islomdagi qarindoshlik hukmi nima bu? Bu shuni kirsak. Bismillah ve elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillahi ve men vela amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ve aleyküm selam. Ekran aldığındaki barliq qarindoshlarga Allah'ның güzel salamı, rahmeti, bereketi olsun. Şu ulug' aylarda, ulug' kunlarda qilgan barliq xayr, ihson, yaxshi amallarni Allah subhanahu wa taala qabul qilsin. Ramazonni mukammal holatda tutib, Allah'ның rizoligiga erishadigan amallar bilan o'tkazgili Allah Teala nasip kılsın. Hemimizden arzu ümitleri boğan, vatanımızdan müstakilliğini Allah Subhanahu ve Teala muşu ayda kılgan taat ibadetlerimizle hürmet ölen, muşu ayının hürmet ölen, kılgan iltica dualarımızın ki hep hürmetler Allah Teala maksat muratlarımızı yetkilsin. Allah Subhanahu ve Teala bugünkü muşu temimiz boğan qarindaşlığımızı Allah Teala temaga kirishdan bir Allah'tan tileyli. Allah muşu qarindaşlığımızı mükemmel çemberçesi halatda xuddi Peygamber sallam tariflagan bir-birisini chiniqib turadigan ana shunday binoga o'xshash qarindoshlik holatga Allah subhanahu va taolo bizni shu holatga keltirsin. Amin.
Qarindoshlarımda yuqori siz so'rag'aningizdek, endi biz musulmon bo'lib sifatimiz bilan dunyoda har xil sistema, har xil prinsiplar bo'ladi. Bizning nizomnomamiz, endi hozir nizomnoma, sistema deydigan bir fikrli so'zlarni deyapmiz endi hozir jamiyatda. Musulmonning nizomnomasi, kirgan sistemasi Allohning shariati. Biz har qanday narsaning to'g'ri xatoligini o'lchash bo'lsa tarazimiz Allah'ın şeriatı. Xo'sh. Örnekimiz Resulullah'ın hayatı. Resulullah bizga aytib kelgan hadislar. Mushlar orqali biz xatoligimizni tuzitib, to'g'riliqimizni mukammallashtirib, har vaqt o'zimizni shuni to'g'rilab turib yashashimizni Alloh amr qilgan va biz musulmon bo'lishlar bizning mas'uliyatimiz uchun. Endi shu har qanday narsani dastlabda biz islomiy, ya'ni islomiy shariat nuqtasidan dastlabda qaraymiz unga. Qarab boqqandan keyin bu bir aynak endi bu. Qarg'a vaqtida mushu shariatga tushganlarimiz tushdikmi, tushmadikmi, qayerimiz tushmadi, holatimiz qanday? Ana shu bizga shu ayni qarg'a vaqtimizning o'zida anan keyin bu bizga namoyon bo'ladi. Ham bizni Alloh taolo o'zimizdan bir hisob bilib yashashga Qur'oni Karimda amr qilgan. Endi bundan eng o'rnaki masalan bizga xalifamiz Umar roziyallohu anhu'ningki muhim bir so'zi bor, buni hammamiz esimizdan chiqarmaymiz va chiqarmasligimiz lozim. Yani sen avval çoğun hesap geliştin burun, üzerinden bir hesap bilip yaşa diyen bir söz var. Biz her vakit hesap bilişimiz gerek. Adli bir ticaretçi mi? Her haftada bir şey gittim, üzerine hesap alı deyler şirketten. Hoş. Bu paydı mı, ziyan mı? Hatta mail okuvatkan bulsun, hem insanlar özünün dünyalıktan çok hesap alır, hesap kılmaydı gayet yok. Ama insanlar özünün ahiretlikini unutup geliyordu. Her haftada, hatta ki bazı alimler Cuma günüsünün her haftada bir bulup gelişinin sebebi şu Cuma günüsü şu yerdeki hutba arkalık insan özünü bir tekşürsün, diğerlik maksat kılınan hikmetlerden katardan deyildi. Şu an biz bu günde, bu her haftaki vakitte özümüzün turmuşu şunda soğukkallık olan karab, ben şu şeriatının ölçüm boyunca yaşatıptım ben bu, yaşamatıptım ben bu. Dep bir sual duruşu nihayet muhim. Şuna mesela hikmetlerimiz de demez mi? Sen her vakit üzerinden hesap edip nefsini pakı tutuğun her vakit sana ölüm kep kalıyordu dep. Hem de hepimizge malum aldığınki aylarda Türkiye'de yüz bergen yer tevreş meselesini bir sözlep ötep gittiler ve ahiret meselesini istedi. Akşamına ait hatırca mahallette belki bazıları ibadet ölen de bazılarına yakın yaman işler ölen eşi şiretler de kanda olsun şu günü ötküzüp şu günü ziyatkan edi. Gecede oğunuştum burun Allah'ınki kaza kadir bilen hem nurgun ise Allah'ın dergahına gitti. Şu insanlar şu bir gün burun eğer Allah ulanın kalbini silip özünü tüzütüp İsa'nı ilip tüzü hatalık Allah tövbe kılmagan bolsa bu nahayet güzel oldu. Ama kılamagan bolsa efsus ki özünün ornuna Allah'ın altığı bağında kögen buldu. Demek bunu bir eslep ötüşümüz lazım. Aşılıq kep kalır her vakit kep kalır iken bizge. Hoş, endi temamizga kirsek, qarindoshlikni Allah subhanahu va taolo Qur'oni Karimda innemel mu'minuna ihva. Müminler degan qarindosh. Ularning o'tini qanday qilinglar buzilib qolsa, amr bor. Qarindosh deb bo'lib, endi qarindoshlik inson tabiati bilan Xudo Odam alayhisolamning bolalarida o'zaro jidal bo'lgani o'xshash, musulmonlarning o'tida talash tortishlar, bir-biri bilan qarshilashib qilishlar, xapilishlar, azorlashlar bo'lib qoladi. Uni bu xapilish bilan va yoki bir odamning yomonlik qilish bilan o'zining dushmaniga aylanib ketmaydi. Chunki Alloh uni nima bilan bog'lab qo'ydi? İman bilan bog'lab etdi. İnnemel mu'mina ihva. Bu yerdagi bog'lanish nima bog'lanishi? İmani bog'lanish. Mushu imandan chiqib ketmagicha uning qarindoshlikdan qadaq ketmaydi. Chiqmaydi. Baqqa diqqat qilaylik. Bu yerda shu mo'minlikdan chiqib kafirlab ketmagicha uni bilan azarlashib qolsin, xapilishib qolsin, ba'zi bir dunyolik qilib uni norozi qilib qo'ysin yoki uning aziyat yetkazib qo'ysin, nimalikdan chiqmay qoldi. Qarindoshlik chiqmaydi. Uning qarindosh shu. Alloh bog'lab etdi uni imoniy bog'lash bilan. Anda o'zi qanday qilamiz boshqa musulmonlar va yoki ular darhol qanday qildi desa, ularning o'tini qanday qilib qo'yinglar, isloh qilib qo'yinglar. Faslihu baynahum. Ularning o'tini isloh qilib qo'yinglar. Bu oyatning 5-chi nima desa, va yan toifatani minal mu'minina iqtatalu deb keladi endi. Mu'minlardan ikki bo'lakka urushib qolib qolsa, ularningki birisi-birisini zulm qilib qolsa, zulm qilguvchilarga qarshi sizlar zulm qilganlar taraf turinglar degan oyatning mazmuni va bu yerda kelib turiblar, mana mushunda urushib, jidallashib qolsa Allohning deb qo'ydi mu'minlardan bo'lgan bir toifa dedi, oyatda qarindosh dedi, isloh qilinglar dedi. Yani biz şunu böyle olaylık ki,
biz mümin deydikenmiz, çokum bir-birisi bilen qeyrindaş, yak menin qeyrindaşım emas desimi, biz çokum qeyrindaş. Allah bizne şu qeyrindaşlık mesuliyetini ada qılganlık kıyamet günü çokum qanday qıldı soraydı. Çünkü bağlap etdi bizni. Xoş. İman etqandakiler qeyrindaş biz. O qassaqmı? Allah bizne İslam Allah Taala'nın emri bilen biz musulmonlarni bizga çemberçes bağlap etken. Xoş. Bayam siz ma temenin beşi dep ötkendek Peygamber aleyhissalamı dəfslepdiki Medine devletini kuruşdiki en asasi işlerden birisini qanday qıl muhacirlar bilen ensarlarni qeyrindaş qılıp etken. Xoş. Qeyrindaş bolgan vaqtning o'zida bir-birisiga mehr muhabbat ishib boradi. Yardamlash elib berishadi. Hamkorlash elib boradi. Xuddi bizning hikmatli so'zimiz emasmi? Bir qo'ldan nima chiqmas, ovoz chiqmas. Ovoz chiqsa, chavak chiqmas, chiqsa onun gibi nimasi alayda ching'i chiqmas deb. Yolg'iz otning deymizda biz Uyg'urlarga. Yolg'iz otning ching'i chiqmas, ching'i chiqsa dengi chiqmas. Yoki bir qo'ldan chavak chiqmaydi. Shuning o'xshash so'zlar yana qeyrindash bo'lgan vaqtida bir uyushma holatda bo'ladi, chambarchas bog'lanish bo'ladi, bir-birisi uchun fidokorlik ko'rsatiladi. Hem İslam mana mushundaq bizning iymoniy bağlab etgan. Bu vaqt Alloh taolo Qur'oni Karim mu'min ayollar bir-birisi bilan qeyrindash degan oyat orqali bizning qeyrindash ekanligimizni bayon qilgan. Payg'ambar islomni ta'riflab turib Payg'ambar alayhisalom o'z qeyrindoshligini aytdi. Payg'ambar islom mu'minlar rahama va baynahum o'zaro bir-birisi bilan mehribon edi, kuyimchan edi degan. Peygamber Aleyhisselam hadisi de mesela Müslümanlar ne çıkıl okuşlayla bakın meselul mu'mine fi tavaddihim ve terahumihim ve ta'atufihim meselul cesedi meselul cesedul vahid iza işteka minhu uzvun teda'a lehu sairul cesedi bis sehari vel humma kama kâle sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanın ki misali yani bir Müslümanlar bilan bo'lgan misol nima bo'lsa bir taniga o'xshaydi insonning teniga o tenning bir a'zosiga bir og'riq kasal yetib qolsa boshqa a'zolar yo qiziydi yoki shuning bilan alam tortishib uxlayolmay bir-birisi bilan qanday qilish bir-birisiga dardini tortishib turadi deb payg'ambar alayhisalom bizni shunga o'xshatgan va shundaqla payg'ambar alayhisalom bir musulmonninki o'zi yaxshi ko'rgan narsani qeyrinish uchun yaxshi ko'rmasa haqiqiy mo'min bo'lolmaydiganlik to'g'riliq bizga buni ta'riflab bergan. Payg'ambar alayhisalomninki bu haqdagi hadislarni ayt ko'p vaqtimiz qisqa 5 hadis o'rnak qildik. Rasululloh o'zining hayotida macho desa, masalan, atrofidagi do'stlar bilan nihoyatda yaxshi o'tgan. Abu Bakr, Umar roziyallohu anhu do'stlariga nihoyatda yaxshi muomalada bo'lgan. Hattoki shu ansarlar bilan muhojirlarninki qeyrindoshliklaridan nurg'un o'rnak va shu o'rnaklardan birisi hammamizga ma'lum. Hattoki ular shu qeyrindoshlikning ta'sirida bizning dunyosining yerimini berib o'tma. Masalan, ayolimning ikkisi va qaysini xohlasam men talab qilib sana yatliq qilay degan shu tarafga bag'ichi qanday qilinglar. Ashunda holatda qeyrindoshlikning ahamiyatini tunigan va ashunda bir-birisi bilan qanday qilib ketiglar, chambarchas bog'lanib ketiglik. Ama u bu qanday qilgan desa, mening qeyrindishim menga berganligini olay emas, u o'zining mas'uliyatini ado qilib, "Voy, sen mening qeyrindishim, sening miling sana lozim, sen o'zing ishlatgan. Ayoling sening o qadrliking, bolalaring va sen u sana lozim o. Bana yo'lni ko'rsat, men o'zimning mas'uliyatini ado qilay" deb, uni menda holatda nihoyat yaxshi javob qaytargan. Mana shu voqeliklar mesela qeyrindoshlik jihatdan Alloh taolo Qur'oni Karim belgilab ketgan bir oyatning voqelik bo'limiz bilamiz. Gerçi ularda velav kana bihim xasasa ularda shu tamoqqa ehtiyoji bo'lsa-mu, ana payg'ambar sollallohu alayhi vasallam mehmonlar keladi qisqarib so'zlasak, payg'ambar sollallohu kim mehmon qiladi buni degan vaqtda bir sahoba uyga kelib boradi. Uyga kelib borgan vaqtning o'zida o ayoldan tamoq qo'yamiz, bizga yeydigan tamoq yo'q, bolalar yeydigan tamoq bor dedi. Şu tamoqning davosi hazırlang, bolalarni amal qilib xultong, bular mehmonlar tamoq yegan vaqtida chiroqni apilishib uchrab qo'yang, biz yegandek bo'layli bular yesin deb, ya'ni o'zining shu o'ziga yetmaydigan bolalar uchun olib qo'ygan narsani mehmonlar uchun bir oila o'zini pido qilib mehmonlar uchun berganligini Alloh taolo ta'sirlanib Qur'oni Karimda bularning voqeligini so'zlab ketgan. Yani Allah'la ta'sirlantirgan bu voqelik. Buning namoyandasi nima desa, qeyrindoshlik. Bir qeyrindoshim bir mehmon kelibdi bu yerga. Bu qeyrindishimni oshib qo'ysam, mening mas'uliyatim ado qilmagan bo'laman. Cho'qim men avval o'zimning qeyrindishini qanday qilishim kerak? Avval ustun ko'rishim kerak degan mana shu maydonda turgan yuqorqi oyatlar, hadislar, voqeliklar orqali hattoki payg'ambar alayhisalomning bir hadisini so'zlab o'taylik.
Muşu qarindoshlikning naqadar muhim ekanligini bayon sizga o'tib ketganda Alloh taolo hadis quddusiyda Payg'ambarimiz bayon qiladi. Mening ulug'liqim bilan qasam qilamanki, o'zaro do'stlashganlar nada. Men ularga mana bugun qanday qilaman? Jannatning soyasidan ularga soya beraman. Deb Alloh taolo shu kunisi o'zaro do'stlashganlarni nida qilganligi va 7 turlik şu erişten sayesinde saydaydıqlarınki birisi o'zaro Alloh rizolik uchun do'stlashgan. Mesela bu vaqtda Peygamber Aleyhisselam Allah uchun men ahabba lillah ve abghaza lillah, a'ta lillah ve men'a lillah. Allah rizolik uchun do'stlashib, Allah rizolik uchun boshqalarni yomon ko'rib, Allah rizolik uchun berib, Allah rizolik uchun bermay, hamma ishni Allah rizolik uchun qilgan mushuk kishininki o'zining imanını mükemmelleştirganlikka qadar bayon qilgan yuqorqi oyat hadislarda islomning bu qarindoshlikqa ne kadar ahamiyat berganligi, ne kadar muhimligini şu oyat hadislardan bila olamiz deb qarayman. Allah razı olsun. Nayet tefsili kengri içip böyle. Hem de ustaz şu yuqorida so'zlangan narsa Allah subhanahu taoloning rahmati bilan biz Uyg'ur millati 1000 yildan ortiq vaqtdan buyon bu islom shunchalik bizni o'zgartganki, bizning butun muamillerimiz bo'lsin, vatandagi shu holatlarimizni o'ylasak, xalqimizning bir-birisiga bo'lgan nihoyatda mehribonligi, bir yordam so'yarligi, mehmon do'stligi, shu hammasi islomning go'zal axloqlarini nihoyatda his qilib yashaydi hamda. Buni hamda biz bugungi holatimizga ham vatanning keyingi yillardagi ahvollarga qarasak hamda mushu islom maqtagan, islom ta'riflagan bu qarindoshlik mehr muhabbatining o'rnini barbagan siri butunlay moddiy manfaatlar, bir-birini setish, mushlar elayotganligi, samimiyatning barbagan siri ojizish mengayotganligi degandek bu ko'rinishlarni her zaman pat-pat atrofimizda ko'radigan qoldik hamda. Muşununla nima sebepten bunda ahval düşüp kaldık? Hem de bu bir açık reallik. Bunu kabul kılmasak olmaydı. Hatta ki bazı insanlarımız dikkat kılış gerek sözlerde Müslümanlardan, özünün Müslüman degen qarindoshdan nurgun ezan yiyip gidip buldular. Muşu Müslüman bilan aralashib kafirlar yaşayıcı buldu. Bunun kafir yaxşıken, hatta ki Xitoy mı qilmaydi bu ishlarni degandek ba'zi bir so'zlarni sodir qilib qilyapmiz, anglab qilyapmiz. Nima ish kelsa o'zining musulmonning qarindoshidan ko'ngli suyishmaydi. Xo'sh. Xotirjam bo'lolmaydi. Omonat qilolmaydi. Bir gapni xotirjam diyolmayotgan, masalan. Uningdan yomonlik kelami deb ansirayotgan bir holatni ham ochiq reallik bu. Muştu yaşavatımız, muştu ahvallar. Aslında bu söylediğim bu narsa meyli amanet olsun, bu ensreş olsun. Bir Müslüman aslı el-Muslimu men selimel muslimun diye. Bu sıfatların hiçbirisi Müslüman tepilmezlik gerekti aslında. Aslında bunun hem asaslık negizi nime olsa bazı insanlarımız itiraf kılmaydı. Dinden jiraklaşıp gitip varmaz desek namaz okuvatımız o. Biz namaz okuvatımız o, zakat verivatımız o, nayet yaxşı kitip varmız o deydi. Doğru. Bu din yalğız namaz oku, zakat verişlam, kim keçegini obdan kiyip, mesela ayollar icaplanıp, erler sakal koyup, taşkı içayetini koyuşamaz bu. Bu din degen insanın kıyamet Allah'ın aldığı bağıcı yaşaydıgan bir hayat metodi o. Hoş. Muşu hayat metodunun hemmisi de dinin içinde bulalga vaktimizde biz bir mükemmel mümin bulalayımız. Şunu Peygamber İslam qarindosh olmaganda mesela siz cennet giremeysizler, mümin bo'lib do'stlaşmak için mümin bo'lolmaysizlar. Ama mümin bo'lmasangiz cennet giremeysizlar degan hadisda bu cennet girishning sababini deb qo'ydi. Do'stlashish, o'zaro qarindoshish deb qo'ydi. Xo'sh. Mesela qarindosh, hattoki Peygamber Aleyhisselam 3 kundan ortiq adovat tutgan odamninki akıbeti hakkında ig'ir so'zlarni qildi mesela. Ular jannatdan furqini furolmaydi degan rivoyatim bor. Veya ki ular musulmonlarning qatorida emas debmi ogohlantirganlar bor. Hukm bizdan emas. Bizdan emas deb. Nima deganda adovatlashning nihoyatda ig'ir ekanligini bayon qildi. Endi shunga buni e'tirof qilaylikki biz dinning ba'zi tarafiga ahamiyat bergan bo'lsak, ba'zi tarafiga sus qaragan, ya'ni umumiy ilm etgan vaqtida dinni hayotni yashashdan uzoqlashib ketganlik.
Hani bunun nurgun narsa sebep bolagılık biz memde vatanning keyingi davrlarda olsun bizning düşmanımız pek güçlük. Düşmanımız bizni her cihetden bozup ahlaki cihetden ig'ir buzgan bizni. Biz bazı örf odat, qoidayosun, qiyofat jihati uningga düşmanlik bilan saqlab qolgan bo'lsaqmi, shu shaxsiyatchilikdan iboratdan. Xo'sh. Men olsam bo'ldi deydigan, mushu tarafdan bizga jiq ta'sir qiladigan bir yerda yashash ba'zi jarayatda. Ya'ni o'zininki saxtpazlik, xiyonat qilish, parxo'rlik o'xshash. Masalan, nurg'un masalalarımizda hozir ochiq reallikda biz mushu davlatlarga chiqqan vaqtda hattoki islom davlatlariga chiqsaqmi, ashlardan uyg'unib qolgan bir parxo'rlikdan iboratdan narsa bor. Har qanday sallam, pul yeriblam, bitirib olma deydigan. Bu ningda bir musulmonning haqqini ap qilib olamdi. Masalan, pul yo'q insonning haqqini ap qilib otamdim, qanday bo'layotdi? Bu yerda men nima ishlarni qilyaptım bu yerda uning bilan chat qo'ygan. Biz yuqib ketgan kasal bo'lganlikdan pul berib hal qildigan har qanday ishni. Hatta musulmon davlatlardami, musulmonlar haqida javob qilib bu masalalarga o'xshash, shaxsiyatchilik masalasiga o'xshash, o'zini ko'rsatish harishda. O'zini ko'rsatmasa bo'lmaydigan. Mana bu shunday ishlar bizga shu dushmanimizningki, bizning aramizda yashab, bizni qistab shu yerga akirib, shunday psixikalarni olib qo'yishi va shundaqla umumiy qilib aytgan vaqtimizda shu dinimizning haqiqiy asli mohiyatidan asli talab taqazosidan bizning uzoqlashib ketganligimizning namoyandasi deb qaraymiz. Şu hozir ham jamiyatimizda qarindoshlarimizga obdan hammamiz so'zlik uchun mendan tortib hammamiz diqqat qilib qaraydigan bo'lsak, bayam degandek bir-birimizga ishonchsizlik yo'qolib ketdi. Bu nima uchun ishonchsizlik? Asli musulmon bayam deganimizdek qanday bo'lish kerakdi? Xo'shnisi xotirjam bo'lsa bo'ladi. Boshqa musulmon tilidan, qo'lidan salomat qolsa bo'ladi. Müslüman asli hatta peygamberse munafiqning alameti nima o'disi 4 tanesi, en bir hadis 3, en bir hadis 4 qilib turib, gap qilsa og'zini buzadi. Omonat qilsa xiyonat qiladi, va'da qilsa xiloflik qiladi deb bayon qilgan. Oş ishlarning hammasi hattoki osh 4 bo'lib qolsa xolis munofiq bo'lib ketdi degan munofiqning alomatlari ham bizda tepilayotgan bir ahvolda yashayotgan. Gap qilibdi. Iza hadasa kaziba masalan gap qilsa yolg'on gap qiladigan. Masalan bir-birimizni chaqadigan. Hattoki hamda bizda eng ig'ir hamda o'zimizning ahvoliga bir kelsak, hozirgi jamiyatimizda mas'uliyatsizlik desakmi bo'ladi, yuzsizlik desakmi bo'ladi. Har xil bo'ladi. Menfaatperestlik. Paydı kelse yıkılışıdığan, şunda onun paydı olmasa onu tıllaydıgan, hakaret kılıdıgan, hatta onun aburoyu tigidigan, Peygamber Aleyhisselam Kabe'de ahirki ajetli vedası tutup durup, bir Müslümanların özara bir-birislerinin milinin haramlığı, ceninin haramlığı, aburoyunun haramlığı geldiğini Peygamber Aleyhisselam çakalıgan. Hazır bizde aburoyu tigidigan, ama o internette bir nes çıktı, çıkıpla şu kichikroq bir to'g'ri mu surishtirmasdan, uni bilmasdan ayblab haqorat qiladigan, obro'yga tegadigan, kishilarning o'rtasida uning obro'yini tushishga urinadigan mana bu shunday ig'ir bir psixikalik buzilish ahvollar olib ketib bordi. Buning namoyandasi nima desa, ya'ni qarindoshlikdan iboratdan bir narsaning qolmaganligining namoyandasi. Asli qarindoshlik endi o'sha qaysak, asli bizga islom ta'rif qilgan qarindoshlik bo'lsa, biz avval başqalardan kütüşdün buran. Yani bizde yeni bir kesel başqalardan kütüş. Ağanı qılmaydiken, amanı qıp vermedi, ağanı qılmaydiken, avval üzümüzde, avval her qandaq narsa üzümüzden başlaymiz demdi. Men qarindishimga samimiy bo'la oladim mı? Men bana yüklengen işini joyida ado qila oladim mı? Qarindishning ustidagi nurg'un ba'zi hadisda 7 de var, en bir hadisda 5 de bir haqlari var mesela. Şu haqlarning uchun men qarindishimni ziyorat qila oladim mı mesela? Onunki ona yardımcı bo'la oladim mı? Yardımsız qo'ya oladim mı? Her vaqt asliya oladim mı? Avval o'zdan boshlamak lazım. O'zdan boshlamak lazım. O qilsa men qilman deganda. Men qilman. Men qilgandan o qiladi. Asli bizning musulmonning prinsipi bu bo'lish kerak. Biz qilamiz. Shon bir gap bor bo'liqim. Başqalar qilsa men qilaman, başqalar yaxshilik qilsa yaxshilik qilish hamma odamning ishi. Ammo qarshi taraf qilmasimi, yomonlikmi yaxshilik qilish har kishining ishi, haqiqiy musulmonning ishi degan bir gap bor. Chunki bizning payg'ambar islom shuni buyurgan tursa. Yaxshilik qilishga buyurgan tursa bizni. Payg'ambar islom Alloh taolo sen qanday qilgin ularga yaxshi muomala qilgin. Yaxshi muomala qilsang ular sening sepingga qanday qiladi? Qo'shiladi. Ammo sen ularga qo'pollik qilib qo'ysang, lan fazu havlak. Seni atrofingda ular qanday ketib qoldi? Kezib ketib qoladi. To'g'ri ketib qoldi. Payg'ambar alayhisolamning dushmani menga yomonlik qildi demaydi shunga. Xo'sh.
Biz Peygamber sallallahu bizga Allah ulga deb berganligimiz uchun biz har vaqt yaxshilik qilsak, biz yaxshilik bilan shug'ullansak, bu yerda bir muhim tema var. Biz yaxshilik qilsak, biz kim uchun qilamiz biz? Musulmon bo'lishimizda Alloh uchun qilamiz. Allah Peygamber hadis quddusida agar Alloh bizni yaxshi ko'rsa, bizning yaxshiligimizni Alloh taolo osmon ahliga ilhom qilib, sizlar yaxshi ko'ranglar falonchi mendamni men yaxshi ko'rdim deydi. Ular zimin ahlining qalblariga ilhom bo'lib, bizim bämisim qanday qilinib ketib qoladi, yaxshilab ketib qoladi. Bizning masalan tarixlarimizda nurg'un shaxslar o'tgan. Ular jiq haqlarga bizim berib etmagan bo'lmasa, lekin qalblarimizda ularni eslaymiz. Hatto o'zimizning ma'lisda, hammamizning cho'ng'an ma'llar bo'ldi. Shunday bir odamlar hozirgacha qalbimizda bor. Nima bo'lsa, isl odamlarni, yaxshi odamlar deb ma'nilaymiz. Ular yaxshilikni Alloh rizoligi uchun qiladi. Xo'sh. Ammo Alloh rizoligi uchun emas, o'zining manfaatini deganlar bo'lsa, shu e'lon qilinib shu vaqtda tugaydi ekan bu. Vaqtida. Ama Allah'ın rızalығы için yaxşılıq qılğanını söylese, ahiretkiçi unutilmaydı ekan, kişilerin qalbida menga yaşap turadi ekan o tarix qoldirdi. Davomli müşahede mush so'zni anglayotganda shu narsani endi o'ylamay turamadim. Islom mushundoq normalda qarindoshlik rishtasini bir ota-onadan bo'lgan nasab qarindoshliqidinmi, nasab qarindoshlikni ayrim qo'yib turib, shu hech bir aloqamiz bo'lmasa, hatto bir millatdan bo'lmasaqmi, Müslümanlar dairesi kirsem bu şunda haklarımız bağlılığını, qarindoshlikni aşında buluşunu, şunda ta'kidlab, özüşünün, onu yençişinin, onu özüşünün qancha xatarlik ekanligini söyleydim. Şu etrafımızı qarasak, mayli vatanda bo'lsin, mayli şu chet elda bo'lsin, bu şu hatta bir oiladagi urug' tuqqanlarning manfaat tufayli bir-birisidan ado juda bo'lib ketganligi, munosabatni uzganligi, aralashmaydiganligi. Bir ota-onaning balları bo'lmasa, shu manzirlarni jamiyatda uchratib turibmiz. Ya bu o kadar xatarlik bir masala ki, normalde aslında bir qati'ur rahim yani sil rahimni üzgüçi qarindoshlar o'tirishdagi o'zining aka-ukalar o'tirisida mayli qanday bir o'tiraqni bir elib berilmagan bir muomala sababli bo'ldi, asosiyatdan mesela bulupma miros masalasi bo'ldi ekan bu masala. Aşında meseledən bolsun, nim bolsun, sil rahimni üzüb etkiçininki, hatta Kabe'nin içinde ölsümü, mel'un ikenligi hakkında nurg'un hadislar var hamda. Muşu derecede bu emmesi şu imandan, İslam'dan yiroqlab ketganlikdan deb ko'raman. Asasen çünkü benim degandek İslamiyet yani İslam prensibi nizami to'g'ri bir prinsip bo'lg'achqa, to'g'ridan yiroqlashgandan keyin bizning hayotimizda hamma jihatda o'zgarish bo'ladi. Mesela bunun tipik meseleleri hem de şeytanğa boysun ketkenlik desek buladı. Mesela bunun bir örnek Peygamber Aleyhisselam. Şeytan Resulullah özünün devirdeki misal alırdı. Arap aralarındaki ibadet, namaz neslerini tosuştun, ümmetini üzdü şeytan hem de. Küçüm yetmeydiken dedi. Ama ulanın oturda adavetleşine, bölünüşünün kep çıkışı urundu. Şunun hareket kıldı diyen. Şunun da ümidi var. Şunun hareket kıldı. Şunun dikkat kılınlar. Şunun dikkat kılınlar. Hatta ki şeytanın en yaxşı gördüğün neslim olsa iki dostunun oturduğuna kadar kılıp öteş, ayrı öteş. En galbilik işinin olsa erhutunun oturduğuna ayrı öteş. Bunda vaxtida bu en mühim narsa ki bu qarindoshlikni bayam dedik Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem başlık qo'ysa, agar qarindoshlik bo'lmay qolib qolsa, qarindoshlik adovat bo'lsa, dadi bola bilan qarshi bo'ladigan, ayol qarshi bo'ladigan, bir mahalldagi odamlar bir-biridan qarshi bo'ladigan dushman, ya'ni inoqlik, ittifoqlik biroq tugab ketadi ekan. Shu Alloh taolo Qur'oni Karimda Payg'ambar alayhisolamninki davrdagi odamlarga bu am deymiz, hamda shu Madinadagi Xavs ajraz shu Xavs deymiz, shu qabilalarninki Allah Teala hitap qilib turib deydi ki, sizlar müminlar Allah'ның ne'metini eslanglar ki, sizlar bundan burun bir-biringlar bilan qanday qildinglar, dushman tinglar. Har yil urushib qon to'kkab bir-biringlar dushman bo'ldinglar. Alloh o'z fazli marhamati bilan sizlarni qanday qildi? Alloh sizlarni o'tiringlar, ulfatlarni tushirib, sizlarni Alloh yo'lida qanday qilib etdi? Qarindosh qilib etdi. Büyük ne'mat. Bu ne'mat. Biz hozir yo'qotayotgan narsamiz o'zini musulmon, mu'min degan deb qarasimi, haqiqiy iymonning ta'mini yo'qotib qo'yapmiz. Agar iymonning ta'mini haqiqiy tetigan bo'lsak, Alloh meni haqiqiy qarindosh qilibdi deb, uningdan kichikina bir narsani, yomonlikni ko'rsak, unda kuchib ketmaydi. Yani şeytanın anlamda temimiz qaysak vaqt qisqib kelyapti axcan. Temimiz qaysak şeytanın şu adavatni en kuchaytiruvchi birinchi hozir virus deymiz emas, masalan virusi g'azablanish va chiqimchilik deb qaraydi olimlar. Bundan jiq qo'yamdi shu biri chiqimchilik.
Çıkımçılık nima o degan vaqtida mesela üçünü koysak çıkımçılık, g'azablanish, hasad qilish. Shu üç narsani qisqartiraylik. Çıkımçılık qanday bo'ldi ekan degan vaqtda demagan gapni, mao demagan gapni dedi deb akilib, o'ttirishni qanday yoki ko'ptirib akilib. Ko'ptirib akilib, hattoki payg'ambar alayhisalom uni kullagan qo'yga o'xshab yutib qoladi haliqa. Qo'shqa nima qilgan qo'yga masalan demişki, ma'ning qishig'i yurib, ma'ning qishig'i yurib menda suxanchilik qilib, chiqimchilik qilgan. Bizning aramizda menda suxamchilarni aytib ko'p. Ma'ning qishig'i yurib qo'ysinlar apalanshi dedi. Ma'ning qishig'i manda dedi. Bunda odamning jazosi ona aytib ig'ir bo'ladi. Mush ishlar qattiq bizning o'tirimizdagi qarindoshlikni buzayotgan ahvollar shu. Amaliyotda nurg'un qitim biz ham shu jamoat ichida yashash suhbatimiz bilan ba'zi adolishib qolgan odamlarni bir şey etkesak aslında ish yo'q. Xo'sh. Gap xato anglab qilib bir-birisiga. Boshqa xato yetkazib qilib. Anda o'xshalgan ahvollar nihoyat ko'p. Ikkinchisi, mushi chekimchilikning ta'sirida g'azab qilish. G'azab nihoyat bir xatarlik bir ish ekan bu. Şuna yolvasını öldürgen batır emas, g'azabini öldürgen batır deb qaraymiz. G'azab bo'lgandan keyin darhol uningga obro'ga tegib, uni rasvo qilib o'tirg'i chiqiradigan yoki uning qo'l ko'taradigan, uni tillaydigan yoki uning aziyat yetkazadigan, uningga bir aziyat yetkazgandan keyin bu uning ta'sirida buningga qarshi chiqadigan masalan. Tarixdan bo'layotgan urushlar, jidallar, masalan shu Osmoniylar xalifaligininki davrlaridagi ular hammasi nima bo'lsa, ikki odamning o'rtasida chiqimchilik bo'ladi, xato yetkaziladi. Bunu sürüştürmezdiler, g'azabga atlanadi. G'azabga atlanıp bu otni bu püdeydigan ot kömehen hep püdeydigan narsa bu. Ot qo'yiladi. Ot qo'yilib o'ttirliqdan keyin adovat jiraqlashib ketadigan, bir-birini yomon ko'radigan, bayam degandek urug' tuqqanlar bir-birini yomon ko'radigan. Mushu g'azablanishdan iboratdan ishni bek diqqat qilishimiz lozim ekan. Shu g'azablangan vaqtida qanday qilsa Alloh taolo Allohni qanday qilgan asla. Kur'an-ı Kerim'de bu ayet yani aynı g'azablangan vaqtida Allohni eslasak o'zimiz biroq paslaymiz. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam g'azablanib ketgan vaqtda taratib namoz o'qishga buyurgan. Taratdaga vaqtda suvoq so'zlasa o'zimizni vesile bilan birga namoz o'qisak munojatimiz, parangimiz Alloh tarafga o'tib ketib qoladi. Bu vaqtda shayton qishib ketadi. Buning dabash jinoyatchisi shayton, shaytonning ta'sirida chiqimchiliklar bo'ladi, g'azab bo'ladi. Ondan ayg'ida deganimiz hasad qilish, chidamaslik. Aqıptı, ya ben kılışım gerek onu. Aslında ben işini men pütürtüm, ma kılıvaptı. Men deyişim gerekti, ma deyvaptı. Ma işini men pütür. Kim pütürsün, püsü hesap o iş. Biçarenin bütün emellerini köydürüp de şey yapmasında. Hasad bek güçlük bizde. Şu oturluktumuzdaki bazı ittifaklaşan mavatkallıkımız ya da ittifakımızın buzulup gitişi, nurgun hareketlerine urunup kılanmagallıkımız diyeyim o dese, aşağıda hasad kılıp urun talışıp, men burun bir vağam bolsam deb. Asta retlik ekilayotgan bolsa bir mesela ya teşkilat değil yoki bir shaxslar bir ishni retlik ekilib qilmoqchi bo'lib, qilavasi anglab qilib berib meyda ishni tartib yo'ldan kelib buzib qo'yib. Etiqi ba'zi gaplarda asal qilib maqsad nima bo'lsa men qilavasam bo'ldi. Mana shunga o'xshash. Muhim ishlarni islomda qattiq ayiblagan. Şuna biz Müslümanlar, biz men namoz o'qiyotman yoki men dinga bak e'tiqod qilib ketdim, men taqvo saqal qo'ydim emas. Sen en avval sen üzerine baştan ayakçı bir operasiya qilib, tüzük bir qilib sen kim bilan adovatlashding, kimni do'stman tutding, kimni dushman tutding, do'st tutding, kimni dushman tutding. Seningda qaysi illat, qaysi nachar illatlar bor? Xo'sh. Buni tekshirishimiz bek muhim. Albatta. Chunki Alloh taolo la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nafsidagi nachar illatini yo'qitib, bir-biridan chambarchas qarindosh bo'lmog'icha illatdan yo'qitib pokiz bo'lmoqcha Allah ularning ustiga kulpani ko'tarib etmaydi degan qonuniy prinsip bor bizda. Shuni biz pokiz sap bo'ladigan vaqtimizda biz ondan bizga bergan ne'matdan qadrini qila olamiz. Bumuz Allah'ın adaletiga uygun emas. Tamanda elib etsak Allah'ın adaletiga uygun emas. Yani layoqatsiz odamlarga bir narsa berish Allah'ın adaletiga uygun emas. Allah layoqat to'shqanlarga beradi. Bumuz payg'ambar bo'lgan amallam davlatini qurib bo'ldi. Peygamber sallallahu başka nurgun insanlar boğaşka, Resulullah'ın vakti kısa, Resulullah'tan keyin aladigan adamlar. Endi Resulullah'ni tavlab desek mi bo'ladi, lekin bu yerda maqsad Resulullah'ni tavlash emas. Resulullah'ın etrafidagi adamlarni tavlash. Chunki Resulullah'tan keyin qoladi ya bu. Xo'sh. Shuni tavlab layoqati bo'lganda Resulullah'ni olib ketib, ondan Alloh taolo xilofatni boshqalarga o'rinbosar qildirib beradi. Xo'sh. Shu ishlarga Allah razı olsun. Hem de şu ahırki sualimiz şu
Vatanda mı ilgili şu yurtvazlık meselesine acayip kattık sanatçılarımız her xil etotlar bilan qamchilaydi hamdi. Bu mesele mesela muhaciratda mı ancha muncha bununki ko'rinishlari ko'rilib turyapti desek bo'ldi mesela. O'zininkilam faqatlam o'zining yaxshilik qilsimi, yordam bersimi, o'zining yurtliqqa guruhlashish mesela yurt guruhlashishninki islom talab qilayotgan biz yuqorida so'zlayotgan qarindoshlik ruhiga uygun kelamdi bu narsa. Mesela en aqallisi mesela bir yordam so'raydigan insonlarmi bundoq guruhlashib olgan vaqtida mesela bir qashqarliq berib ko'rliqninki yoki g'uljilikninki gruppasiga berib o'zining dardini aytolmaydigan. Çünkü bazen benim işim hal olmaydı deb qaraydigan bir xil ko'rinish, shundan bir fikir paydo bo'lib qoldi jamiyatda. Çünkü ular faqatlam ashlag'ili qildi deb. Aslida biz bir millatdiq, bunda bo'lmasligimiz kerakdi. Hammasiga o'rtaq muomala qiladigan bo'lishimiz kerak emasmidi yani? Bu Endi biz o'zimizni tekshirib chiqsak hamda hammamizda nurg'un kamchiliklar, nuqsonliklar bo'lib chiqadi bizda. Chunki biz muhojiratda sarson bo'lib ketgan, yani muqim bo'lgan bir birlik hissimizni hosil qilolmayotgan bir millat bo'lib qelyapmiz. Xo'sh. Endi ba'zi vaqtlarda bu jutvozlik nihoyatda ig'ir, hatto shariatda ayblagilik, Umar roziyallohu anhuning bu to'g'riliq qattiq ogohlantirishi va bunda bo'lganda yani boshqalarni tuvan ko'rish, boshqalarni, boshqalarni chetga qiqish yoki masxara qilish va yoki o'zidan ortiq holatda ehtiyoji bo'lsa ko'makka silishning o'zi shariatdagi aniq xato narsalar bor. Yapsalabmi o'sha qilinmaydi. Endi ba'zi birliklar mavjud bo'lmagan vaqtlarning o'zida ba'zi birliklarni hosil qilish uchun ba'zi bir qadamlar besilib qoladigan, ba'zi ehtiyojlarni umumyuzlik qamdag'il bo'lmagan vaqtida nisbiy holatda bo'linib turib qamdashni maqsad qilinayotgan ba'zi bir ahvollar o'tirg'i chiqib qoladi. Masalan, bu yerda biz hamma odamnikini qam deyolmay qolgan vaqtida ba'zi bo'linib qamdashni maqsad qilgan holatda, niyat yaxshi holatda ba'zi narsalar o'tirg'i chiqib qoladi. Bu narsani mutlaq holatda to'g'ri turmush mushuna qilishimiz kerak deb kesib aytib bo'lanmaymiz. Ba'zi narsalarni bu cho'qim 100% xato deganim bo'lmaydi. Chunki bizning muhojiratdagi holatimiz, masalan, vatanimizdek muqim turayotgan vaqtning o'zidagi holat bilan muhojiratdagi holatimiz bu ba'zi o'xshamay qolgan ahvollar bo'lar ekan. Ammo biz onu iliq ayta olamizki, boshqalarni tuvan ko'rgan, chetga qaqadigan, yordamsiz qo'yadigan, hatto musulmonninki haqiqiy musulmon degan boshqalarga zulm qilmaydi, ularni yordamsiz qo'ymaydi. Masalan, ularning orqasidan ish ilib bo'lmaydi, ularga hasad qilmaydi musulmonning masalasi. Yani ashunda ish bo'lib qolsa, u qaysi yetim bo'lishidan qat'iy nazar, u cho'qim xatolashgan bo'ladi, tuzatmak lozim. Men degan bo'lsa, har bir shaxs degan bo'lsa, buni tuzatmamiz lozim. Ammo muhojirat hayotida ba'zi bir xatoliklardan sodir bo'lmaydigan ahvollar bo'lib qoladi, ammo eng cho'ng xatolik bo'lgan chetga qiqishdan iboratdan ishlardan qattiq diqqat qilish kerak, qanday bo'lishidan qat'iy nazar. Ammo biz buningdan hozir ko'rib olamizki, boyam so'zlab o'tib ketdik. Ya'ni bizning eng muhim narsamiz amal va cho'ng birlik sep hosil qilish. Yani ashundaq birlik sep hosil bo'lgan vaqtida chetga turib oldiganlar o vaqtida o haqiqiy bölgünçe ve ixtilafdan qatardan bo'lishi. Alloh taolo Qur'oni Karimda ixtilaflashmanglar, bo'lanmanglar, ixtilaflashib qolsanglar kuchingiz ketib qoladi, ojizlashib qolsa dushman g'olib keldi deb Alloh taolo bak ogohlantirgan. Shunga ham xulos qilib bersak gapimizda biz shu qarindoshlik masalasida nihoyat ig'ir ahvolda ekanmiz. Bu qarindoshlikni kuchaytirish uchun qanday qilamiz deganda amal va birlik sap hosil qilish uchun urinishimiz kerak. Birinchi bo'lib birlik sap hosil qilish uchun urinishimiz kerak. O'zimizni islomiy prinsiplarning qayerdan ketdim deb o'zimizni obdan bir tekshirmoqligimiz lozim. Xatoliklarimizni tuzatmoqligimiz lozim. Haqiqiy bir mo'minni qarindoshim deb tanishimiz lozim. Men o qarindoshlikdan arlanmaydi ekanman. Allah meni chambarchas bog'layibdi deb tanishimiz lozim. Ve şunun bilan birga Peygamber Aleyhisselam'ningki hadisida do'stlikni kuchaytirganlar sal to'liq ko'rishib turish. Bir-biriga hadiya qilishib turish, o'tirib qo'pish qilib turish. Mana mushtaq qilganda kuchayib ketadi. Olimlar mana ta'riflabdi. Haqiqiy qarindoshlik salomdan boshlanadi. Chunki Peygamber Aleyhisselam salomni kanlar degan. Dastlabki salom ishorat bilan bo'ladi. Yaqinlashganda musofahat qilish bilan bo'ladi. Texnik yaqinlashgan vaqtida nima bo'ladi? Quchoqlashish bo'ladi. Qarab baqsak, masalan, mahallimizda ben kuchayib kelsak, dastlabda assalomu alaykum deyishimiz. Bir hafta o'tgandan keyin qo'lishib ko'rishimiz.
Birer yıl ötkendan keyin yıkılışıp bir yer körese quchoqlashib ko'rishimiz. Şuna mush salomni ko'paytirish, o'zaro do'stlikni kuchaytirish, hadiya qilish, bir-birini ziyorat qilib turish mush qarindoshlikni kuchaytiradi. Hattoki payg'ambar alayhisalom bir voqelikni so'zlab vaqt qisqalab qoldi. Shu voqelikda bir kishininki yana bir jiroq yerdagi bir qarindoshini ziyorat qilib borganligidan malaikalarning oyati hayron qolganligi, media o'qib ketganlik bir voqelikni so'zlaydi. Nasai'ninki hadisi. Mushuna qilib turgan vaqtimizda inshaalloh qarindoshligimiz kuchayadi. Alloh rozi bo'lsin. Ko'pdan ko'p rahmat. Qadrli ko'ruvchilarimiz, shuna qilib bugungi sonimizni mushada oxirlashtiraylik. Haqiqatan temamiz intayin muhim bir tema. Albatta tuzishga tegishlik bo'lib bu masalada bugungi temada intayin ko'p masalalar va bu so'zlangan nasihatlarga Rabbim har birimizni amal qilishga muyassar qilsin deb tilaymiz. Qarindoshligimiz kuchli bo'lsinki, bu birlik qarindoshlik bo'lganda nurg'un ishlarimizning olg'a bosadiganligi, texmi barakat topadiganligida shak yo'q, hech birimiz ixtilof qilmaymiz bu masalada. Alloh qarindoshligimizni kuchlantirsin deb atiki programmamizni ko'rishgacha aman bo'lgaysizlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh. يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال والقلب سما نحو السماء